Haqiqiy mastava retseptini o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Sifatli mol go'shti, qo'y qovurg'asi, bolgarskiy, pomidor, chesnok, piyoz, selder, kartoshka, sabzi va sholg'omni tozalab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Bunaqa zagitovkadan keyin ovqat qilishga mehringiz yana ham oshib ketadi. Qizigan qozonimizga yog'ni solib, suvlarimizni qovurib olamiz. Ketidan qo'y qovurg'alarimizni yaxshilab qovurib, mol go'sht solamiz. Go'shtimizni seli chiqqandan keyin chesnok va tuz beramiz. Keyin piyoz solib, suv ketguncha qovuramiz. Ovqatimizga chiroyli rang berish uchun tomat solamiz. Qizil rangga kirgandan keyin sholg'om, sabzi, kartoshka solib yana qovuramiz. 5 daqiqadan keyin qolgan hamma ovushlarimizni solib yana qovuramiz. Rangi xuddi shu ko'rinishda bo'lishi kerak. 5 xil ziravor va pomidor qoq solamiz. Mastava xuddi shu ko'rinishga kelgandan keyin suv solamiz. Agar 15 minutda lak yig'sak, mastavani siri qanaqa suv solganimni aytaman. Guruchni alohida pishirib olamiz. Mastava 3 soat qaynadi. Suzishdan oldin pomidor solamiz. Mastavani tayyorlab, uni sevuvchi do'stingizga yuborib qo'ying. Like bosib, videoni saqlab qo'ying. Mastava tayyorlaganingizda albatta kerak bo'ladi.